Assalomu alaykum bolalar, hammaga yaxshimisizlar bolalar. Bugun man sizlarga bu turibda hamkor bo'lish, ya'ni shartnoma qilish o'rgataman. Nomli videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'pchilik so'ragan shartnoma qilish o'rgating deb. Bugun nasib bo'lsa o'rgatamiz. Nomli kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar bolalar. Bolalar 11 ming degan ozgina qo'ygan salkam 700 tacha qo'ygan. Mana shu 700 tani to'ldirib qo'ysanglar voобще zo'r bo'lardi. Bo'lmasa bolalar, man sizlarga hozir Daniel ko'rasizlar. Mana xullas mana shu menchib yozasizlar. Xullas mana masalan mana shu sizlarning YouTube kanalinglarni mana silkasini kopировать qilib, sarfent qilib, silkani tashlaysizlar. Ruschalab, переводчиga kirib, mana bunaqa ustida yozasizlar. Xullas mana shunaqa yoki Telegram kanaliga bo'lsa, masalan mana Telegram kanal. Bu meni Telegram kanalim bor, o'tib qo'yishlarni maslahat beraman. Bu faqat ikkinchi Telegram akkauntim, shuning uchun FX'dan bosib qo'yinglar bolalar. O'tib qo'yinglar. Har bir kodlar tashlab borman, yaqinda boshlayman. O'tib qo'yinglar tashda. Mana shunaqa yozasizlar. Yozganinglardan keyin u sizlarga qanchadir vaqt ichida ответ beradi. Mana 13:00 dan 21:00 gacha bo'lgani bizani vaqtdan adashmasam necha bo'ladi? 2 soat oldindami? 2 soat orqa deydi, ha. Adashmasam bizani vaqtda soat mana qaysi kuni, masalan dushanba kuni soat 11 dan ishlashni boshlaydi bular. 11 dan nechigacha? 7 gacha ham ishlashni boshlaydi. Bu 21:00 ko'rsatadi. Bu o'zlarining anonsi. Balki o'zbekchasida, bu O'zbekiston vaqtida, men bilmadim. 2 soat oldindan muvofiqada bular bizdan. Ikkinchi adminni ko'rsataman sizlarga. Mana bunga yozasizlar. Mana xuddi shunday. Mana kanal tashlaysizlar silkani. Mana o'sha Telegram kanalda yana tashlaysizlar. Mana sizlarga Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Sarfent qilib qo'yaman. Hozir bitta narsani tashlab. Bitta Telegram kanalimga tashlaydigan narsam bitta admin bor, 100% beradi bittada. Yana bitta sizlarga ko'rsataman. Mana bu adminga ham xuddi o'shanaqa tashlaysizlar. Kanalinglarni tashlaysizlar. Xullas mana shunday qilasizlar. YouTube kanalinglar 1000 tadan oshiq bo'lishi kerak. Obunachisiz YouTube kanalinglarni 1000 tadan oshiq bo'lishi kerak. Telegram kanalinglarda ham 500 tadan oshiq bo'lsa kerak. Menimcha yana bilmayman. YouTube kanalda o'zi ham bo'laveradi. Daniel yozmadim. Gapimga yozibman. Yana bittasi qoladi. Assalomu alaykum. Ungacha ham mana yangi video bor. Mana shu videoda. Mana shu videoda. Mana xullas bu videoni ham mana qilasizlar. Mana komment kirasizlar.
qadab qo'yaman bunga ham. Telegram kanalimga qanday o'tamiz deganlar uchun, bu eshikdan chiqmayapti deganlar uchun. Mana bitta qo'yganmanmi, qo'ymagan ekanman. Ular bizga hali ham atvet kelmadi. Ular yozasizlar o'zbekchalab. O'zbekchalab yozasizlar. Hozir. Xullas mana shunaqa qilib yozasizlar. Buni xuddi mana shu so'zni ruscha qilib unga tashlaysizlar. Assalomu alaykum. Ozgina paxta qo'yasizlar. Ham ko'p olib ketasizlar. Ko'p odam foydalanadi. Mana shunaqa qilib yozasizlar. Mana xuddi shuni keyin Google kirib o'zinglar mana Telegram kanalimga tashlab qo'yaman buni. Так что buni ruschasini tashlab qo'yaman, faqat videoda olmayman uni. Keyin bolalar bu videoga где-то qancha 50 ta like qo'yibsizlar, men sizlarga 79 talikdan 3 ta tarqataman Telegram kanalda. Bolalar mana xullas mana bunaqa shopsiz videolar, masalan sizlar YouTube'dan obunachilarni ko'paytirmoqchi bo'lsanglar, mana bunaqa shopsiz videolar efektga chiqarmoqchi bo'lsanglar, uni ham Telegram kanalda men o'zim yordam beribman. Mana pulni manda mana bunaqa bo'yotibdi. Вообще balandman, lekin efektga chiqishi katta ehtimolda bolalar. Shuning uchun Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. Telegram kanal kommentda bo'ladi. Bolalar ishdan bemalol o'zinglar bo'ladi. Tak, yana nima qoldi aytadigan? Bo'ldi, mana poyga kiraman keyin izlab pog'im bizga yozasizlar. Mana kanalim chiqib keladi. Bo'ldi, mana shu kanalda bemalol bo'ladi.